Bugün qalb safarimizda imtihon tashvishligini pasaytish gipnoz ishlaymiz. Bu gipnoz bolalarning va cho'nglarning imtihondagi besim va jiddiyligini tugutishga yordam beradi. Diqqat yig'ish iqtidorini yaxshilab, tamkin ruhiy holatga ega qildi. Men sizning qalbingizga tinish dunyoga boshlab kirib, tashvishlanish kayfiyatingizni tugutib, imtihonda o'zingizga ishonib, natijangizni ko'rinarli yuqori ko'tarishingizga yordam qilay. Ondaq tayyorlanib bo'lgan bo'lsangiz, sizning bu azod gipnoz safarini boshdan kechirishingizni qarshi olaman. Sizning qalbingiz imtihonning besimini yengillatib, o'zingizga bo'lgan kuchli ishonchni kutib olishga tayyorlanib bo'ldi. Hozir siz o'zingizni butunlay azod holatda tutib, yetaklashimga ergashsangiz bo'ladi. Ovozim sizni bargan sir tinch, bargan siri diqqat yig'ilgan holatga kiryotdi. Gipnoz jarayonimiz nihoyat oddiy, nihoyat rahat. Siz faqat o'zingizni mening yetaklashimga xotirjam topshirsangizlar, yoshirin engiz sizning tashvishlaringizni tugutishingizga yordam beradi. Tafakkuringizni texmi ochiq, texmi kuchli qiladi. Hozir tinish bir joyni tepib, rahat o'tirish holatida yoki yetish holatida elib borsangiz bo'ladi. O'zingizni eng ozod his qildiradigan badan qiyofatida ko'zingizni yengil yuming. Nihoyat yaxshi. O'zingizni azod his qilishga boshladingiz. Siz hech qanday alohida ish qilmasangiz bo'ladi. Faqat mening ovozimni anglab, badaningiz va qalbingizni tabiiy azodlashtirsangiz bo'ladi. Nafas olishingiz nihoyat tabiiy. Nafaslaringiz badaningizda asta-asta aylanayotganligini his qiling. Xuddi jimjit kutubxonada o'tirgandek nihoyat rahat his qilyapsiz. O'zingizni butunlay erkin qo'yibdingiz. Nihoyat yaxshi. Hozir badaningizning bo'shashga boshlaganligini his qilasiz. Beshingizdan boshlab asta-asta bo'shyapti. Barliq jiddiyliklaringiz bargan sir yo'qolib ketyapti. Qash va ko'zlaringiz bargan siri azodlashdi. Peshonangizga jiddiylikmi bargan sir yo'qolishga boshladi. Yuz terlaringiz va og'zingizmi bargan siri azodlashdi. Kelingizmi nihoyat ravonlashdi. Bo'yningiz va mo'ringizmi butunlay bo'shashdi. Barliq besimlaringiz yo'qolib ketayotganligini his qilyapsiz. Nihoyat yaxshi. Ikki biligingiz mo'ringizdan barmoqingizgacha intayin azodlashganligini his qiling. Ko'krak va dumbingizni erkin tuting. Nafas olishingiz nihoyat ravon, nihoyat tabiiy. Sizning qo'rsoq va kas qismlaringizmi intayin azodlashib, badaningiz o'rindiq yoki karvatga singishib ketayotgandek his qilyapsiz. Ikki putingizdan put barmoqlaringizgacha yeniklab qolganligini his qilasiz. Xuddi yumshoq o'rindiqda o'tirgandek. Qalbingizmi nihoyat tinch, nihoyat azod his qilyapsiz. Hozir sizning tiningiz va qalbingiz nihoyat tinch. Siz bir xil cho'nqur xotirjamlik his qilyapsiz. Yoshirin engiz hozir sizni aram oldiryapti. Bir illiq nurni tasavvur qiling. Xuddi illiq chiroq nuri badaningizga asta chechilgandek. Bu nur sizni nihoyat rahat, nihoyat bexatar his qildirdi. U asta-asta badaningizga eqib kirib, sizga bir xil xotirjamlik ve işeş duygusu atak qiladi.
Siz qalbingizning barg'ansiri tinchlanayotganligini his qilasiz. Har qanday imtihondagi tashvishlanish yoki jiddiylik xuddi bulutdek asta-asta uchib ketayotganligini his qilasiz. Siz imtihondan qo'rqmasangiz bo'ldi. Sizning yoshirin engiz bu o'ylarni qabul qilyotidi. Siz imtihonga sovuqqonlik bilan taqobil turib, o'rganganlaringizni aniq eslayolasiz. Qalbingiz o'ziga ishonadigan kuchga to'ladi. Siz hozir butunlay bo'shashgan holatda. Ayt yaxshi. Siz o'zingizning iqtidoriga tamoman ishonsangiz bo'ldi. Siz har qatim imtihonga yuzlanganingizda qalbingizning xotirjamlik to'lganligini his qilasiz. Sizning tafakkuringiz nihoyat ochiq. Siz o'zingizga ishonib, amaliy kuchingizni joriy qildirib, nihoyat tez suratda o'rgangan bilimlarni eslashingiz, o'zingizning barg'asir sovuqqonlik bilan eng yaxshi ifodangizni namoyon qilishga moyil bo'lib ketayotganligingizni bayqaysiz. Siz o'zingizga ishonib, amaliy kuchingizni joriy qildirib, tez suratda o'rgangan bilimlarni eslasangiz, o'zingizning barg'asir sovuqqonlik bilan eng yaxshi ifodangizni namoyon qilishga moyil bo'lib ketayotganligingizni bayqaysiz. Siz nihoyat yaxshi qildingiz. Siz har bir maydon imtihonni sagaklik bilan kutib olasiz. Sizning yoshirin engiz bu xiyollarni qabul qilyotidi. Siz har bir maydon imtihonga nihoyat sovuqqonlik bilan taqobil tura olasiz. Sagaklik bilan muhim nuqtalarni, halqiliq mazmunlarni eslayolasiz. Qalbingizning intayin tinchlanib, to'lib toshgan ishonchga to'lganligini his qilyapsiz. Siz ishonch bilan amaliy kuchingizni joriy qildirib, nihoyat tezlikda imtihon savollariga javob bera olasiz. Qalbingiz kuchga to'ldi. Siz sagak holatda imtihonni tamomlaysiz. Sizning o'ziga ishonishingiz sizni muvaffaqiyat qozondirdi. Siz hozir butunlay ozoda holatda. Siz tamoman ishonch bilan imtihonni bera olasiz. Hozir siz o'zingizni texim ozoda, texim tinch his qilyapsiz. Siz o'zingizni bir tinch kutubxonada, atrof tinch ham bexatar deb tasavvur qiling. Sizning qalbingiz xuddi iliq bir bo'shliqdek, tinchlikda ishonchga to'ldi. O'zingizni nihoyat yaxshi his qilyapsiz. Siz har qanday imtihon jiddiyligini qo'yib bo'ladi. O'rganganlaringizni nihoyat aniq eslayolasiz. Nihoyat yaxshi. Qalbingizmi barg'asir tinch, barg'asir o'zingizga ishongan holatda. Yoshirin engiz hozir bu o'yini qabul qilyotidi. Siz nihoyat salmoqlik bilan imtihonni nihoyat yaxshi bera olasiz. Nuqtaliq mazmunlarni nihoyat aniq esingizga ola olasiz. Siz o'zingizning eng tinch holatda imtihonga yuzlanganligingizni bayqayapsiz. Sizning o'zingizga ishonishingiz sizga muvaffaqiyat elib keladi. Siz butunlay bo'shashgan holatda. Siz tamoman o'zingizga ishonib, imtihon bersangiz bo'ldi. Qalbingiz barg'asir tinch va o'ziga ishongan holatda bo'layotganligini his qilyapsiz. Qalbingiz qat'iylik va kuchga to'ldi. Siz har qanday imtihon jiddiyligini qo'yibdingiz.
сәйгек тәпәккүріңіздің қанат яйдырдыңыз, қалбыңыз қандақ қылғанды сізге әң азат болдығанлығын біледі. Siz hər qətim imtihanga yüzündüğün vaqtda özünüzdən intayın tinç və özünüzə işengen halatga kelganligingizni bayqaysiz. Yuşurun engiz hazır sizga yordam qilyotidi. Siz bargan siri tinch, bargan siri alaydigingizni joriy qildirib imtihon beryapsiz. Men hozir birdan o'nga sanayman. Siz bu uçurlarning texmi cho'nqur holatda yushirin engizga singib kirayotganligini his qilsiz. Sizning qalbingiz bargan siri tinch, bargan siri o'ziga ishongan holatga kiryotidi. 1. Siz nəhayət tinch his qilyapsiz. 2. Siz o'zingizga nəhayət ishonayotganligingizni his qilyapsiz. 3. Siz soğuqqan holatda imtihon beryapsiz. 4. Siz mingingizning nəhayət sərgək ekanligini his qilyapsiz. 5. Siz intayin tez holatda o'rgangan bilimlarni eslayapsiz. 6. Sizning qalbingiz bargan siri kuchga to'lyapti. 7. Siz o'zingizga ishongan holatda amaliy kuchingizni joriy qildiryapsiz. 8. Siz o'zingizni intayin azod his qilyapsiz. 9. Yoshirin engiz bu o'ylarni qabul qilyapti. 10. Siz o'zingizning imtihon berish iqtidoringizni tamoman qabul qildingiz. Qalbingiz tinchlik va ishonchga to'ldi. Siz azod holatda imtihonga jang e'lon qila olasiz. Siz o'zingizni nihoyat yaxshi his qilyapsiz. Qalbingiz nihoyat ozoda. Siz tezlikda o'rgangan bilimlarni eslay olasiz ham eng yaxshi holatda ishlata olasiz. Siz o'zingizning eng tinch holatda imtihonga yuzlanishga boshlaganligingizni his qilsiz. Sizning ishonchingiz sizga eng yaxshi natijani akab beradi. Yoshirin engiz hozir sizga yordam qilyapti. Siz bargan sir tinch, bargan siri alaydigingizni joriy qildirgan holatda imtihon bera olasiz. Siz har kuni qalbingizning texmi tinchlanib ketganligini his qilsiz. Sizning imtihondagi ifodangiz muvaffaqiyat va tinchlikqa to'ldi. Men hozir sizni sa'yak holingizga qaytishga yetaklayman. Men 10dan 1gacha sanaganda siz asta-asta sa'yaklaysiz. O'zingizni tinch, ozoda, texmi kuchli his qilsiz. 10. Badingizda sezim paydo bo'lishga boshlayapti. 9. Siz bargan siri sa'yaklashib ketyapsiz. 8. Qo'l barmoqlaringiz va put barmoqlaringiz medirlashga boshlayapti. 7. Sizning nafas sumirishingiz texmi hayotiy kuchga ega bo'lyapti. 6. Qalbingiz yana nihoyat tinch. 5. Butun badaningiz kuch-quvvatga to'lgandek his qilyapsiz. 4. Bargan sir sa'yaklashib ketdingiz, imtihonni kutib olishga tayyorlik qilyapsiz. 3. Sizning tafakkuringiz hozir qaytib keldi. 2. Siz tinch ham o'zingizga ishonganligingizni his qilyapsiz. 1. Ko'zingizni yechib, ko'zingizni yengil o'g'lang. Yuzingizni surting, badningizni medirlatib yiqing. Siz hozir butunlay sa'yaklashdingiz. Bu bir qatimliq nihoyat qaltis gipnoz kechirmishi. Sizning qalbingiz xotirjamlik va ishonchga to'lgan
Bütünlüy yangi usul bilan imtihonga taqobil turishga tayyorlik qiling. Har qatam bu ovozdan anglaganingizda siz barg'ansir tinchlanib, har qatimliq imtihonga to'salg'usiz taqobil